Demak, yana bir bor assalomu alaykum hammaga. Aytib o'tganimdek, bugun umumiy yoki asosiy mavzumiz Turkiyada ta'lim bo'ladi va vebinarni boshlashdan oldin qisqacha tanishtiruv qilib o'tib ketmoqchiman Turkiya burslari haqida. A, Ko'pchilikka kelgan, nima deydi, suhbatga chaqiruv yoki intervyuga chaqiruv, lekin ba'zi joylarda tarqaldi o'sha, hali odamlar kam va chaqilish ehtimoli hali yuqori va veb-saytida ham adashmasam iyundagacha yozilgan deb turgan joylar bor. Ko'pchilik shunaqa deyapti. A, U iyundagacha degani bitta davlat uchun iyundagacha qilib bermaydi ular. Umumiy butun dunyo bo'yicha nechta davlatdan Turkiya burslariga topshirilsa bu yerda, o'sha davlatlarga hammasi uchun umumiy qilib bitilgan. Ya'ni bitta O'zbekiston uchun aniq bitta tarix yo'q yoki sanalar oralig'i yo'q. O'shaning uchun ham bu ma'lumot ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti. Katta ehtimol bilan O'zbekistonga kelmaydi boshqa 99% holat. Buni o'zim kanalimda ham aytganman man. Har yili o'sha 3 kun, bir kun ora qilib, birinchi, ikkinchi kun dam olish, uchinchi kun qilib, har yili chaqiruv kelyapti intervyuga va bundan keyin kelganlarni man hech kungacha umuman ko'rmadim. O'shaning uchun Turkiya bo'lsaga topshirib qo'yib bu yog'iga chaqilish mumkin deb kutayotganlar bo'lsa, afsuski sizlarni umidinglarni puchga chiqarishga majburman man. Endi ko'pchilik umidini uzib bo'lgan bo'lsa kerak o'zi, chunki adashmasam 10 kun o'tib ketdi u suhbatga chaqirish to'xtagandan keyin. Va yana nima demoqchi edim? Demak, Turkiyada o'qish majburiyati yo'q hech kimda. Ya'ni men bugun mavzularni ko'rsanglar hech qayerda o'zimni qanaqadir xizmatlarimni reklama qilmaganman. Shunchaki sizlarga Ameramanga aytdi o'sha. Turkiya bo'lsa yutolmaganlar, lekin kontraktga olsam o'qish xohlaganlar bor dedi. Men o'sha nima deydi, yordam qilib bera olasizmi degan payt hop qilib beraman dedim va bitta vebinar ham qilib beray dedim. Odam o'zi hujjat topshirishni o'rgansin, agar topshirolmaydigan bo'lsa o'zi, balkim bizlar ham yordam berishimiz mumkin. Lekin men bu 15 ta mavzuni orasidan hech qayerda o'zim hech qanaqa servislarni reklama qilmaganman. Hammasi sizlarni foydanglarga bitta zo'r, yaxshi, foydali vebinar bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, muammo yo'q, hech kim qo'lini ko'tarmagan. Davom etsa bo'ladi. Birinchi slaydimiz yoki mavzuyimiz men o'zi kimman? Bu yerda ko'pchilik o'sha Amira orqali kelgan, lekin men o'zim kanalimdan ham kelganlar bor edi. O'shaning uchun baribir ham bir marta o'zim haqimda ma'lumot berib o'tib ketaman. Muhim qismi desam bo'ladi meni hayotimning 21-23 yillarda men Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti akademik litseyda o'qiganman yoki hamma mahalliy tilda narxoz deb aytadigan litseyda o'qiganman va o'sha narsa meni hayotimni o'zgartirgan deb ayta olaman. Demak, IELTS 7 olganman, TOEFL 102 olganman va Instagramdagi o'sha Jamshid bilan profilini ham yuritaman. Agar qiziq ko'radiganlar bo'lsa, obuna bo'lishi mumkin. U yerda ham Turkiya haqida kontentlar qilib boraman. Oldingi yilgi hisobim bor edi, o'chirib yuborganman. Bu yil yana qaytadan kontent qilishni boshlaganman. Demak, 23-yil shaxsan o'zim Turkiya burslarini yutib kelganman. Bu degani sizlardan 2 yil oldin. Va hozirgi kunda Turkiyada Osmon Gazi universitetida biznes boshqaruv yo'nalishida tahsil olib kelyapman. Va ko'pchilik o'quvchilarim Turkiya burslari orqali yoki kontrakt asosida aynan Turkiyada o'qishini davom ettiryapti. Ya'ni Turkiya burslariga o'quvchilarim bor yoki kontrakt bo'yicha o'qiyotgan o'quvchilarim ham bor hozirgi kunda Turkiyada. Hech kimda qanaqadir qo'l ko'tarish boshqa narsa yo'q. Demak, birinchi mavzumiz Turkiya burslaridan boshqa grantlar bormi? Bor. Hozir ham qabul ochiq grantlar bor. Bular Koch, Sabancı va Bilkent universitetlari grantlari hisoblanadi. Bu uchala universitet ham dunyo bo'yicha top 1000 taliga kirgan va nafaqat Turkiya, balki butun dunyoda ta'limi bo'yicha bu yetakchi o'rinlarda turadigan universitetlar. Faqat bularga kirish ancha qiyin. Qo'shimcha sertifikatlar, tavsiyanomalar, motivation letter yoki o'sha maqsad xati deydi Turkiya burslariga topshirgan bo'lsanglar, maqsad xati va yana qo'shimcha yutuq va tajribalar so'raydi. Ular bo'lmasa yutish ehtimolinglar deyarli nolga teng bu grantlarni. Va aytganimdek qo'shimcha sertifikat TOEFL yoki SAT so'raladi bakalavr uchun. Agar magistratura yoki doktorantura o'qishayotganlar bo'lsa,
ALES, GRE yoki GMAT sertifikatlariga o'xshagan sertifikatlar ham so'raladi bu universitetlar tomonidan. Agar shu sertifikatlar bo'lsa, topshirishga maslahat beraman. Yutsanglar haqiqatdan o'qishga arziydi. Har bir turkiyalik aynan shu 3 ta universitetning bittasida o'qishni orzu qiladi. Va bu grant umuman nima huquqda beradi desalar, 100% kontrakt plus yotoqxona va yana qo'shimcha imtiyozlar beradi universitetiga va bakalavr yoki magistraturalikka qarab. To'liqroq ma'lumotlar bonuslar haqida bemalol 3 ta universitet har bittasi saytiga kirib, scholarships qismidan ko'rsalar bo'ladi yoki grantlar qismidan ko'rsalar bo'ladi. Asosiy yo'nalishlar bu yerda bular muhandislik, biznes va iqtisodiyotga urg'u beradi. Lekin bundan tashqari boshqa, misol uchun psixologiya yoki bilmadim, biokimyologiya bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan qanaqadir sohalar ham bor. Har bitta universitetning o'zining alohida yo'nalishlari, qabul tarixlari, qabul kunlari va grant, nima deydi, imtiyoz va shartlari bor. Bu haqida batafsil ma'lumotni shu universitetda ko'rishingiz mumkin. Lekin aytganimdek, u yaxshi sertifikatlar bo'lmasa va yutug'inglar bo'lmasa, maslahatim bu universitetga topshirib o'tirmanglar. Umuman vaqtinglarni va energiyalarni sarflaganinglar qoladi. Lekin yutish ehtimolinglar bo'lsa, shunaqa sertifikatlar yutuqlar bo'lsa, maslahat beraman, urinib ko'ringlar. Keyingisi, davlat yoki xususiy universitetlar degan farqi nima bo'ladi? Birinchisi, xususiy universitetga kirish deyarli 100% siladi va bu Koch, Sabancı va Bilkent universitetlari mustasno tabiiy. Ko'pchilik universitetlar, ko'pchilik xususiy universitetlar qo'sh tirnoq ichidagi o'qitishni nima deydi, plan qilib yoki reklama qilib, asosiy maqsadi baribir pul ishlash bo'ladi bularni. Va mana shu 3 ta universitet tabiiy mustasno. Bu universitet uchalasi ham xususiy, uchalasi ham Turkiyadagi eng boy holding deydi, oila shirkatlari yoki oila kompaniyalari tomonidan qurilgan va qaytanga bular o'quvchilardan summa olish yoki kontrakt olishdan qat'iy nazar yoki teskarisiga o'quvchilarga turli xil grantlar ajratadi. Bular 100% dan ham ortiqcha qo'shimcha imtiyozlar beradi bular. Demak, shu 3 tadan tashqari deyarli barcha xususiy universitetlarga kirish deyarli 100% aniq. 70% gacha grant beradi bu universitetlar. Ko'rgan bo'lsanglar, Istanbul Kent universiteti 50% deydi, yana qaysi universitet 50% deydi. Buni ko'pchilik tushunib yetmaydi. Bu 70% yoki 50% degani shundan kontrakt ko'rsanglar, eng kami adashmasam $4,000 bo'lgan hozir. 4,000, 5,000, 6,000 dollardan kontraktni 50% chegirma olib bersa qancha bo'ladi? 2,000, 3,000 $ bo'ladi. Xo'p, kasbiy ta'limni nima qiladigan bo'lsa, $700-800 bo'ladi eng arzoni bu universitetlarda. Va bu narsa aytgan shunchaki pul to'lash maqsadida va ko'proq o'quvchini jalb qilish maqsadida o'quvchilarga shunaqa 50%, 70%, 30% grantlar ajratadi. Va aytdim, demak, kontrakt qimmatroq davlat universitetlariga nisbatan, lekin hujjat ishlari ancha oson, ya'ni davlat universitetlari sizlarni hujjat masalasi bo'yicha ancha qiynaydi. Bu yerda hujjat masalasi deganda faqatgina hujjat topshirish emas, undan keyin Turkiyaga kelganingizdan keyin ham qiladigan ishlaringlar bor ozroq. O'sha masalada ham xususiy universitetlarni bu hujjat jarayoni ancha oson. Va hatto bularga xalqaro pasport, ya'ni zagraniy pasportda bo'lmasdan ID karta bilan ham hujjatlar o'zbekchasiga hatto topshirib ham qabul qilish ehtimolinglar va qabul qilinishlar, ya'ni deyarli kirishlar 100%, hujjat ishlari oson, faqat kontrakt qimmatroq bo'ladi. Davlat universitetiga keladigan bo'lsak, demak, bularga kirish nisbatan qiyinroq bo'ladi va har bitta universitetni kontrakt summasi va qabul jarayoni va qabul tarixlari yoki qabul muddati hammasi har xil bo'ladi. Va ko'pchilik universitetda bu yerda xalqaro pasport, ya'ni zagraniy pasport va hujjatlarni turk yoki ingliz tiliga tarjima qilishni so'raydi. Ko'pchilik turk tilini so'raydi, lekin ingliz tili bilan ham qabul qiladiganlar bor. Lekin tarafi davlat universitetlarini ba'zi universitetlar eski, ya'ni binolar eski yoki sharoitlar eskirgan bo'lishligi mumkin. Xususiy universitetlarda deyarli hamma narsa eng so'nggi zamonaviy sharoitlarda qilingan va imkoniyatlari nisbatan ko'proq bo'ladi. Puliga chidab bersanglar agar.
Lekin sog'liqni saqlash sohasi bor. Ya'ni bu tibbiyot, stomatologiya va farmatsevtika sohasi ham xususiy, ham davlat universitetlarida o'qish to'lov, ya'ni kontrakt summasi qimmat. Eng arzon degan davlat universitetlar kontrakti 4 ming, 5 ming dollardan boshlanadi va bu 20-30 minggacha, balkim undan ham oshib ketishi mumkin. Xususiy universitet o'zini talablariga qarab, ya'ni tibbiyot sohasida o'qimoqchi bo'lganlar bo'lsa, agar moliyaviy jihatinglar yoki moliyaviy holatinglar yaxshi bo'lmasa, man Turkiya bo'lsalaringiz siz bu sohada o'qishni maslahat bermayman, o'zingizdan qiynaganinglar qoladi moliyaviy jihatdan. Lekin boshqa sohalarda hammasini kontrakti har xil, ba'zilari arzon, ba'zilari o'rtacha, ba'zilari nisbatan qimmatroq. Xo'p, yana bir qaraymiz chatga. Hech narsa yo'q hali. Davom etamiz bo'lmasam. Demak, Istanbul yoki boshqa shaharlar. Ko'pchilik Istanbulda o'qishni xohlaydi, lekin agar Istanbuldagi davlat universitetlariga, o'sha davlatiga urg'u beramiz, davlat universitetida o'qimoqchi bo'lsanglar, bu sizlar uchun deyarli imkonsiz. Nimaga? Chunki Istanbuldagi davlat universitetlari va Anqara, Izmir va Antalyadagi ko'pchilik davlat universitetlari sizlardan TRYOS yoki SAT sertifikatlarini talab qiladi. Ya'ni bu sertifikatlarsiz sizlar Istanbul, Anqara, Izmir va Antalyadagi deyarli hech qaysi davlat universitetiga hujjat topshira olmaysizlar. Juda kam u shunchaki maktab shahodatnomasini o'zi bilan qabul qiladiganlar. O'shaning uchun har doim aytaman man, menga Istanbuldagi universitet kerak desa, har doim ularga xususiy universitet maslahat beraman, agar Istanbulda o'qish shart bo'ladigan bo'lsa kimdir. Lekin kimdir o'sha oddiy maktab shahodatnomasi bilan davlat universitetida o'qisam bo'ladi, shahar farqi yo'q desa, boshqa shaharlarni maslahat beraman men ularga. Demak, xususiy universitetlar esa hammasi Istanbulda joylashgan, deyarli hammasi. Ba'zi universitetlar, misol uchun Anqara, Antaliyada ham bor, lekin kam, asosiy qismi Istanbulda bo'ladi va ularga oddiy maktab shahodatnomasi orqali ham qabul qilinishi mumkin. Ya'ni ular kamdan kam holatda sizlardan TRYOS yoki SAT va shunga o'xshash qanaqadir sertifikatlar talab qiladi. Demak, aytdim, o'sha maktab shahodatnomasi bilan, ya'ni hech qanaqa sertifikatsiz qabul qiladigan davlat universitetlari Istanbuldan boshqa shaharlarda, ya'ni megapolis shaharlardan tashqarida bo'ladi va ular yaxshi tarafi, birinchidan, kontrakt nisbatan arzonroq bo'ladi va ikkinchidan, u shahardagi hayot arzonroq bo'ladi. Bu Istanbul, Anqara va Izmirga qaraganda. Bu jihatdan ham moliyaviy holatdan kimdadir qanaqadir muammosi bo'ladigan bo'lsa, buni ham diqqatga yoki inobatga olishi so'raladi. Va xususiy universitetlarning ham, davlat universitetining ham diplomi O'zbekistonga o'tadi. O'tmaydi degan joyi yo'q, faqat o'qish tugatgandan keyin nostrifikatsiya degan ishi bor. Va endi bu 4 yildan keyin qilasizlar hali. Agar til kursida o'qigan bo'lsanglar, balkim 4,5-5 yildan keyin qilinadigan narsa. O'qish bitirgandan keyin O'zbekistonga kelib bu diplomni chet elda o'qiganligingiz haqingizdagi diplom O'zbekistonda tan oldirilishi uchun qilinadigan jarayon, nostrifikatsiya. Yani o'zbekcha ma'nosi balki bordir, men topolmadim. To'g'ridan-to'g'ri ruschasini o'zbekcha klaviaturaga yozib yubordim buni. Boshqa bu yerda Istanbul va boshqa shaharlar haqida menimcha aytadigan narsa yo'q. Kimdadir orada aynan mana shu slaydlar haqida yoki slayd etilgan narsa haqida savollar bo'lsa, sirazi qo'l ko'tarishlari mumkin. Har bitta slaydda oxirida chatga bitta qaytaman, o'sha payt savollar so'rab olishingiz mumkin. Farangiz so'rashingiz mumkin. Ankara Medipol universitetidan maslahat berasizmi? Men xususiy universitetlar bo'yicha to'g'risi unchalik tajribam yo'q, lekin Medipol aytolmayman men bemalol. Bu Istanbul Kent yoki yeni yuzlardan yaxshiroq ancha. Medipol sharoitiga qarashingiz ham ancha zo'r o'qitishi men shaxsan tanishim yo'q u yoqda, lekin o'sha quloqdan quloqqa o'tib kelgan gaplarga qaraganda nisbatan ular oddiy Kent yoki o'sha yeni user universitetlarga qaraganda yaxshiroq ta'lim beradi deb eshitganman. Endi faqat tabiiy uni kontrakti qimmatroq. Istanbul Aydın'dan ham yaxshimi? Ankara Medipol? Men Aydinni umuman shunchaki oddiy Kent va yeni user qatorida bitta oddiy xususiy universitet sifatida ko'raman. Istanbul Aydın'a? Shunaqa. Menga desa Medipol yaxshiroq. Tushunarli. Xo'p, Jahongir Mirzo. Gapirishingiz mumkin, agar savolingiz bo'lsa. Hozir birga
yuqorida aytilgan gaplar ko'pi bakalavriatga qaratilgandek tuyuldida menga. Magistratura uchun qanday nimalar bor? Aynan o'sha ikkita slayd bo'yicha, ya'ni bir ikkita joydan surishtirdim. Magistratura bo'yicha xususiylarga 50% grantlar juda ko'p, lekin xususiyda tavsiya berishmayapti. Davlatniki esa yo ichki imtihon oladi yoki bo'lmasa boshqa sertifikatlar talab qiladi. Sertifikat talab qilganda ham til sertifikatini talab qiladi, ichki imtihon ham oladida. Ichki imtihonidan hech kimda xabari yo'q. Qanaqa imtihon bo'ladi, qanday bo'ladi, o'sha bo'yicha ozgina aytsangiz yaxshi bo'lardi. Chiroyli. Hop, men o'zimni tajribamni kelib aytadigan bo'lsam, men hech qachon davlat universitetlarini magistratura yoki doktorantura uchun ichki imtihon bo'lganini eshitmaganman. Eshitganim intervyu, ya'ni suhbat bo'ladi deb eshitganman. Lekin bu ham menimcha katta ehtimol rasmiyatchilik uchun bo'ladi. Lekin ichki imtihon qilib, misol uchun aytaylik, tarix sohasiga magistratura topshirayotgan odamman men, tarix sohasidagi bakalavr bilimini sinab ko'rish uchun qanaqadir imtihon qilganni yoki yozma yoki test shaklida qanaqadir imtihon qilganni umuman eshitmaganman shu kungacha. Balkim bu narsa bordir, lekin men eshitmaganman 2 yil davomida bu narsani umuman. Va suhbatsiz yoki imtihonsiz ham qabul qiladigan universitetlar ko'p. Misol uchun Bartin universitetiga bu yil o'zim topshirib bergan bitta o'quvchi bor, iqtisodiyot sohasiga hech qanaqa imtihonsiz kelgan, shu qo'yib topshirgan bakalavr diplomi zagon pasporti bilan va qabul qilingan. Ya'ni unda imtihon bo'lmagan, bu davlat universitetining o'ziga qaraydi, ko'pchilik hech qanaqa imtihonsiz ham qabul qiladi bemalol. Bir, agar imtihon olsa ham yetkazib katta ehtimol suhbat bo'ladi, bu 2. Va xususiyga kiradigan bo'lsak, aytdim, xususiy bakalavrga, magistraturaga ham, doktoranturaga ham 50%, 70%, 30% chegirma beradi. Buni aytdim boya. Tepada aytib ketdim bu narsani. Uni asosiy maqsadi va orqasidagi plani nimaligini. Lekin xususiylar imtihon olmaydi, adashmasam siz ham imtihon olmaydi deb aytdingiz uni. Xususiylarni imtihon olganini eshitmadim. Olgan bo'lishi mumkin. Qaysi bular? Mana shu 3 ta sanab o'tgan universitet, Koch, Sabancı va Bilkent. Lekin uni tashqarisida o'sha Istanbulkent, Yeni-Yüzyıl, Arel, yana qanaqadir xususiy universitet bilmadim. Gelishim nimalar deydi odamlar, men uncha qiziqmayman xususiy universitetlarga. Ular hech qanaqa imtihonsiz qabul qiladi masalan. Menimcha hamma savolingizga javob berdim. Keyin sertifikat qismi. Sertifikat adashmasam tepada aytdim. Sertifikat ba'zi universitetlar ALES, joriy va jimat bo'yicha sohangizga va yo'nalishingizga qarab shu 3 ta sertifikatdan birini yoki Turkiyaning o'zining mahalliy sertifikatini so'rashligi mumkin. Aytganimdek, bu ham har bitta universitetda o'ziga bog'liq. Ba'zi universitetlar hech qanaqa sertifikatsiz diplom o'zi bilan qabul qiladi, ba'zilar sertifikat so'raydi, ba'zilarda sertifikat ixtiyoriy va bo'lsa sizga yaxshi plus bo'lib beradi agar o'sha universitetga qabul qilinishingiz uchun. Lekin bu ham mutlaqo har bitta universitetda o'ziga bog'liq. Misol uchun o'sha Bartin universitetiga magistraturaga yetgan o'quvchi kirdi, hech qanaqa sertifikatsiz. Va oxirgi marta men kanalimga tashlaganman, Anqaradagi ijtimoiy fanlar universiteti bor, magistratura doktorantura uchun qabul ochiq hozir. Va ularda misol uchun ALES imtihoni bor, bu ixtiyoriy ularda. Agar bo'lsa, o'sha bilan topshirsangiz yutish ehtimoli yuqoriroq, lekin yo'q bo'lsa, oddiy bakalavr diplomi o'zi bilan topshirishingiz mumkin va hali ham yutish imtihoningiz bor. Agar baholangiz yaxshi bo'lsa va boshqa so'ralgan hujjatlarni yaxshi qilsangiz. Bu aytganim mutlaqo universitetda o'ziga qaraydi, lekin hech qachon men qanaqadir test yoki yozma ish shaklida imtihon bo'lishini eshitmaganman davlat universitetlari uchun. Tushundim. Agar gapingiz bo'lmasam tushuntirishga ma'lumot berib o'tib ketmoqchi edim. Hozir o'zimda institutimdan ya'ni irrigatsiya bo'yicha Anqaraga ketgan opa borda, o'zi ham o'sha sohaga o'qiydi. O'qishdan so'raganimizda endi Turkiya burslariga topshirilgandan keyin javob kelmadi bizlarga. Boshqa yo'l bilan, masalan, burssiz shunday kirsa ham bo'ladimi magistraturaga deganimizda bo'ladi, faqat ingliz tilida dars olib boriladi, shuning uchun IELTS so'raladi, bu bir. Ikkinchisi ichki imtihon bo'ladi dedi. Endi Anqara bilan qanday ma'lumotingiz bor bilmadim, lekin opa shunday dedi. Ikkinchi savolim bor edi, agar mumkin bo'lsa. Hozir o'quvchim o'sha oldingi savolingizga javob berib olaylik. Xo'p. O'sha tuzatib ketamiz. Turkiyada 80% universitetlar IELTS qabul qilmaydi. Bu sohaga, bu mavzuga 8-sayt adashmasam tegib o'taman yana bir marta.
80% universitetlar IELTS qabul qilmaydi, chunki Turkiyani O'zbekistonda bilim va ko'nikmalar baholash agentligi deb atalgan, adashmasam nomining oxirgi nomi. Turkiyada ham xuddi shunaqa yok tashkiloti bor yoki yok instituti, yuksak o'rgatim nimadir deganni to'liq nomini bilmayman. Va ular IELTS qabul qilmaydi butun Turkiya bo'yicha, u bakalavr bo'lsin, magistratura uchun, doktorantura bo'yicha bo'lsin. 80% universitet umuman qabul qilmaydi, 20% universitet IELTS qabul qiladi va agar o'sha opangiz IELTS qabul qiladigan universitetga kirgan bo'lsa boshqa gap, lekin aytganim 80% holatda IELTS qabul qilmaydi, bu bir. Va ikkinchidan darslar ingliz tilida bo'ladi degan narsaga ham men keyingi 8-strategiyada o'tib ketaman. Asosiy til turk tili va turk va ingliz tilidagi darslar bor. Ya'ni u qaysi universitetga topshirishga qaraydi. Ba'zi universitetlar faqat turk tili, ba'zilar faqat ingliz tili, ba'zilar ham turk ham ingliz tilidagi darslar taqdim qiladi. Ya'ni bu mutlaqo universitet o'ziga qaraydi. Ya'ni faqat IELTS kerak, faqat ingliz tili o'qiysan degan narsa yo'q. Ya'ni bitta universitetda o'zidan xulosa chiqarmaganingiz yaxshi. Har bitta universitetda o'zining alohida kriteriyasi bor. Bo'ldi, to'liq tushunarli bo'ldi, rahmat. Ikkinchi savolim, agar o'tkazib yuborgan bo'lsam uzr, bu savol javobini. Hozir o'quvchingiz qaysi iqtisodiy sohaga kirdi deb aytib o'tdingiz. Men o'zim ham irrigatsiya sohasiga o'qigan bo'lsam, lekin asosan iqtisodiy fanlar o'tilganligi uchun yoki irrigatsiya yoki iqtisodiy sohaga topshirmoqchi edim. Magistratura uchun hozir o'sha topshirgan o'quvchingizdagi talablar qanday bo'lganligini ayta olasizmi? Ya'ni nimadir qo'shimcha, masalan, bursga motivatsion xat nimalar, tavsiyanomalar muhim rol o'ynaydi-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim savolni tushundim. Yo'q, yana bitta qism bor edi. Ya'ni grantga kirdimmi yoki kontraktgami demoqchi edim. Asosiy savolim shu edi, agar o'tkazib olgan bo'lsam. Yo'q, uni aytmadim men. Ular Turkiya bo'lsa topshirmagan, oddiy kontraktni o'ziga topshirgan. Menimcha hamma o'ta Turkiya bo'lsa jarayonni biladi, o'shaning uchun uni o'tishim shart emas menimcha. Oddiy kontrakt o'ziga yetadigan bo'lsak, oldin ham aytdim, bu har bitta universitet o'zining talabiga qarab. Misol uchun, men o'quvchim kirgan Bartin universitetiga ular iqtisodiyot va geografiya bo'lgan bakalavr sohasi, ya'ni faqat iqtisodiyot o'zi bo'lmagan, iqtisodiyot va geografiya bo'lgan va iqtisodiyot sohasiga topshirgan, hech qanaqa sertifikat yoki imtihon topshirmagan umuman. Faqat bakalavr diplomini o'zi bilan topshirgan va qabul qilingan. Keyin o'quvchi o'sha qabul maktubini olgan ular. Ya'ni bu mutlaqo universitet o'ziga qaraydi. Tushunarli, demak. Va turdosh yo'nalish bo'lishi kerak. Ko'pchilik universitet turdosh bo'lishini so'raydi yo'nalishlarni, ya'ni birdaga yaqin bo'lishini so'raladi. Balkim yaqin bo'lmasa ham qabul qilishligi mumkin ba'zi universitetlar. Tushunarli. Kontraktga kiradigan bo'lsa, o'rtacha kontrakt narxlarini taxminan ayta olasizmi? Unga keyingi slaydlarda tik o'tamiz bitta. Hali unga bor. Xo'p. Rahmat. Xo'p. Davom etsa bo'ladi. Kerakli hujjatlar nima kerak bo'ladi sizlarga? Birinchisi, xalqaro pasport. Bu tavsiya qilinadi, olishga maslahat beraman. Ba'zi universitetlar o'zlarining ID karta yoki yashil pasportlarni qabul qilinadi, lekin maslahatim xalqaro pasport bo'yicha qilinglar, chunki ba'zilar ism familiyasi misol uchun qattiq bo'ladigan bo'lsa yoki O, M qanaqadir harfli bo'ladigan bo'lsa, xalqaro pasport, zagaran pasportda bu o'zgarib ketadi ismi. O'shaning uchun to'g'ri xalqaro pasportni o'z bilan topshirish tavsiya qilinadi. Va maktab shahodatnomasi yoki oxirgi 3 yillik baholar bu bakalavr uchun va buni tarjima qilish kerak. Maktab shahodatnomasi hozir oxirgi yillarda elektron formatda ham o'zbekcha ham inglizcha beriladi. Buni hujjat topshirayotgan payt agar universitet ingliz tilidagi hujjatni ham qabul qilsa, to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilmasdan topshirishlari mumkin, lekin keyinchalik baribir Turkiyaga kelayotgan paytda turkchaga tarjima qilishlar kerak bo'ladi. Agar tugatmagan bo'lsanglar, oxirgi 3 yillik yoki ba'zida 2 yillik baholarni ham qabul qiladi bular. Magistratura va doktorantura uchun bakalavr yoki magistraturaning diplom va transkripti kerak bo'ladi. Agar bitirmagan bo'lsanglar, ya'ni bitirmasdan bu yil oxirgi yillik bo'lib topshiradigan bo'lsanglar, shu paytgacha olgan bahoylar kerak bo'ladi diplom o'rniga. Hop, TOEFL, IBT, SAT, GRE, GMAT tayyorlash sertifikatlari tavsiya qilinadi, bu ham ixtiyoriy, aytganimdek, bu ham pulli universitetga qaraydi. Agar siz ingliz tilida yo'nalishda o'qimoqchi bo'lsangiz, bakalavr uchun TOEFL, IBT va SAT imtihoni tavsiya qilinadi. Aytganimdek, 80% universitet IELTS qabul qilmaydi. Magistratura uchun GRE, GMAT sertifikati so'raladi. Bu yo'nalishiga qarab biznesga alohida,
muhandislik sohasiga alohida sertifikatlar bor. Va TS sertifikati ham bakalavr uchun turk tilidagi sertifikat bo'ladi, bizlar IELTSga o'xshagan. Va shaxsiy suratinglar 3 ko'rto'li bo'lishi shart emas bu odatda. Oddiy old tarafdan tushgan qanaqadir rasm bo'lsa bo'ldi. Va boshqa mayda-chuyda qanaqadir ma'lumotlar, adresli, telefon raqami u bu bo'lishi mumkin, lekin asosiy hujjat tepadagi mana shu 4 tasi va yoki 3 tasi siz bakalavr yoki magistraturaga topshirayotganingizga qarab. Va bu ham har bitta universitetning o'zining talabiga qarab o'zgaradi. Aytganimdek, ba'zilar qat'iy turadi, mana shu sertifikat menga kerak, bo'lmasa qabul qilmayman deydi. Ba'zilar ixtiyoriy qiladi buni. Ba'zilar uni so'rab ham o'tirmasdan oddiy shahodatnomani o'zi bilan ham qabul qilaveradi bizada demak. Keyingisi, turk yoki ingliz tili, mana shu sohaga keldik, mana mas'ulga. Turkiyadagi universitetlarni ko'pchiligini, to'g'ri, deyarli barchasini asosiy o'qitish tili bu turk tili hisoblanadi. Bundan tashqari ingliz tili ham ko'pchilik universitetda ta'lim beriladi. Va ilohiyat deydi, o'zbekchada islom bilimlari deb tarjima qilingan adashmasam bu. Ilohiyat sohasida ba'zi universitetlar to'liq arabcha, ba'zilar 30% arabcha, ba'zilar to'liq turkcha, lekin arab tilini 1 yil o'rgatgan holda ta'lim beradi. Va ba'zi universitet, juda kam universitetda rus yoki fransuz va yoki nemis tilidagi dasturlarni ham topishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, Anadolu universitetida rus tili va adabiyoti yo'nalishi bor. Va ba'zi universitetlarda fransuz, adashmasam Galatasaray universiteti deydi, to'liq fransuz tilida ta'lim beradi adashmasam. Va Turkiyani Germaniya bilan nima deydi, aloqasi yaxshi bo'lganligi uchun nemis tilidagi dasturlari ham bor ba'zi universitetlarda. Lekin aytganimdek, asosiy o'qitish tili turk tili va qo'shimcha ingliz tilidagi yo'nalishlar ham bor ko'pchilik universitetlarda. Demak, endi agar siz turk tilida o'qimoqchi bo'lsangiz qanaqa bo'ladi? A va B holatimiz bor bizda. A holatida agar sizda hech qanaqa sertifikat bo'lmasa turk tilidan, universitetda 1 yil yoki yarim yil til kursi o'qishingiz mumkin. Agar siz turk tilini umuman bilmasangiz yoki boshlang'ich darajada yoki o'rta saviyada bilsangiz. Lekin agar sizda til bilib turib sertifikat bo'lmasa, kelgan payt universitetda imtihon topshira olasiz bemalol va imtihondan o'sha universitet so'ragan natijani ola olsanglar, to'g'ridan-to'g'ri bakalavr yoki magistratura sohalari yo'nalishlardan boshlab ketishingiz mumkin. Agar o'ta olmasanglar, qaysi darajada deb sizlarni topsa, o'sha darajadan yana boshlashingiz mumkin bo'ladi o'qishinglarni. Lekin misol uchun TS yoki TOMER sertifikat bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri o'qishlarni boshlab ketishingiz ham mumkin. Bu turk tili uchun edi. Agar ingliz tilida o'qimoqchi bo'lsanglar qanaqa bo'ladi? A, B va D holatimiz bor bizda. Deyarli bir xil tepadagi bilan. Demak, ba'zi universitetlar til sertifikati so'raydi. Qat'iy bo'yam yetdim bu narsadan shart deydi ba'zi universitetlar. Bu nima bo'lishi mumkin? TOEFL sertifikati bor. TOEFL IBT qilaylik o'sha narsani. Va TOEFL IBT ham holati bor. Home edition deydi, ya'ni uyda ham TOEFL IBT imtihon topshirsa bo'ladi va Turkiyadagi 99% universitet buni qabul qilmaydi. O'shanga ehtiyot bo'linglar, agar ingliz tilida o'qiyman, TOEFL topshiraman desanglar, TOEFL IBT imtihoni, aynan IBT, ya'ni essential yoki yana qanaqadir turlari bor uni. Aynan IBT ni o'zini topshirishlar kerak va test center bo'lishi kerak, ya'ni o'sha qanaqadir markazda topshirasizlar, uni uyda topshira olmaysizlar, topshirsanglar qabul qilmaydi universitetlar. Aytdim, IELTS 80% holatda universitet qabul qilmaydi. Ba'zi universitetlar bor. Misol uchun, meni shaxsan o'zim o'rtog'im Anqaradagi qaysi universitet nomi esimdan chiqdi, lekin aynan IELTS o'zida IELTS 7 bilan Turkiya bursasini yutgan aynan IELTS orqali va u topshirgan universitet o'sha 20% ichida edi, ya'ni 20% IELTS qabul qiladigan universitetlar ichida u topshirgan universitet bor edi va o'sha universitet uni IELTS bo'lganligi uchun va IELTS qabul qilganligi uchun o'sha odamni ingliz tilidagi yo'nalishga qabul qilgan, lekin 80% holatda IELTS qabul qilmaydi Turkiya umuman. Va yoki ko'pchilik SAT ham topshiradi bakalavr uchun. Agar SATlar bo'lsa, IELTS yoki TOEFL o'rnini shunchaki bosib ketadi bemalol. Kelgan paytda nomiga imtihon topshirib berasizlar faqatgina. Va aytdim, SAT bo'lsa, Istanbuldagi yoki boshqa zo'r davlat universitetlariga ham hujjat topshirishlari mumkin. Demak, endi sizlarda hech qanaqa sertifikat bo'lmasa, ba'zi universitetlar aytdi, sertifikat so'ramasdan qabul qiladi, faqat til kursi o'qib berasiz, yana yarim yil yoki 1 yil o'zingizlarning darajalarga qarab. Va yoki agar sizlarning sertifikatinglar bo'lib turib, yoki sertifikati bo'lmasdan turib, lekin tilni o'sha B2 yoki C1 darajada biladigan bo'lsanglar, yana o'sha universitetda imtihon topshirishingiz mumkin. Va o'tib ketsanglar, bemalol yana o'qishlarni boshlashingiz mumkin bo'ladi.
Hop, bu yerda kimda qanaqa savol bor? Cho'tkachi bo'lgan jarayonda. Hop, Farangiz gapirishingiz mumkin. Qarang, siz aytdingiz-ku, davlat universitetlari bilan частный yaxshi universitetlar saviyasi bir xil, faqat qabulida so'raladigan sertifikatlarga farqladi, to'g'rimi? Shunaqaroq universitetga qarab o'zgaradi. Agar yaxshi частный universitet bo'lsa agar, davlat universitetlari bilan saviyasi bir xil bo'ladi, to'g'rimi? Yaxshiroq ham bo'ladi. Bu qaysi universitet bilan solishtirish sizga qanday misol uchun Medipol universiteti men ayta olaman, Turkiyadagi 70% universitetdan yaxshiroq ta'lim beradi deb. Misol uchun bor, METU yoki Istanbul Technical, Yıldız Technical universitetlar bor. Ular ta'limi haqiqatan zo'r. Lekin boshqa oddiy o'rtacha saviyadagi universitet bilan solishtirsangiz, Medipol yaxshiroq menimcha. O'zi meditsinaga qaysi universitet maslahat berasiz eng yaxshi shaxsini? Men aytganimdek, Chelsea bilan unchalik ko'p qiziqmaganman, lekin o'sha Medipol bilan Aydinni solishtiradigan bo'lsangiz, Medipol yaxshiroq. Yoki boshqa nima bor? Adashmasam, Kentda ham tibbiyot bor, lekin maslahat berganim mani Medipol. Istanbul Medipol bilan Ankara Medipolning farqi nima? Ikkalasi bir xilmi yoki ko'pchilik aytadi Istanbul Medipol Ankara Medipoldan ko'ra yaxshi deb? Uni bilmadim, lekin men. Bu haqida meni ma'lumotim yo'q. Tushunarli, rahmat. Xo'p, Jahongir Mirzo. Hozir yuqorida aytdik, magistratura uchun ko'pdan-ko'p holga kontrakt orqali qabul qilinadi deb turib, o'shanda hozir til kurslariga yarim yil yoki 1 yil o'qiyotganda to'lov, ya'ni talaba tarafdan bo'ladi-da, to'g'rimi? Shunaqa, til kursiga alohida to'lov va universitet kontrakt to'lovi alohida bo'ladi. Tushunarli. Xususiylarda davlatnikida qanday bilmadim, lekin xususiynikida kecha bir konsalting nima firma bilan gaplashganimizda ba'zi bir xususiy universitetlar borgandan keyin qanaqadir loyiha yoki ish qilgan holatda grant ajratadi deyishdi. Bu qanchalik to'g'ri? Uni men boshlab ketdim. Eng birinchi slaydda bor, ikkinchi to'g'riroq o'zim haqida ma'lumotdan keyin xususiy va davlat universitet farqi degan joyda xususiy universitetlar aytganimdek deyarli barchasi 50-30-70% grant beradi va buni aytdim. Kontrakt summasi shu ham ancha qimmat. Ya'ni o'zi misol uchun aytaylik, haqiqiy kontrakt summasi $2000 deydigan bo'lsa, ular uni $4000-5000 kontrakt qiladi, sizlarga 50%, 40% skidka berib o'quvchini jalb qiladi. Shunchaki bu psixologiya bilan o'ynash bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Marketing texnikasi bu. Asosiy kontrakt $2000, sizlarga shunchaki uni $4000 dan skidka qilib beradi, sizlarni diqqatingizdan olish uchun va o'quvchi grant o'qiyapman, qisman bo'lsa grant oldim deb kelishligi uchun, o'quvchi o'sha yerda o'qishligi uchun. Bu shunchaki marketing. Tushunarli, rahmat. Ko'pchilik konsalting kursida tekinga topshirib beraman dedi. Bu o'shaning uchun. O'quvchi to'g'ridan-to'g'ri konsaltingga to'lov qilmasa hujjat topshiradi, qabul oladi, undan keyin o'quvchi majbur bo'ladi o'qishligi uchun, chunki marketing orqali psixologiyasi bilan o'ynalgan uni va kontraktga to'ladi degani o'quvchi u yerga ketadi va boshqa hujjat ishlari, o'sha kutib olish, nima xizmatlari uchun o'quvchi baribir to'lov qiladi konsalting uchun. Ya'ni konsalting tekinga degan, topshirib berish tekinga bo'ladi faqat. Undan keyin kutib olish boshqa xizmatlarga tabiiy pul oladi baribir oxirida yana. Xo'p. Boshqa savollar yo'q bo'lsa, davom etamiz. Xo'p, hujjat topshirish jarayoni qanaqa bo'ladi bizada demak? Boya ham aytdim, har bitta universitetda qabuli har xil, qabul muddati, qabul shartlari har xil. Ba'zi universitetlar sirazi 1-2 kunda yoki 1 hafta, 2 haftada javob chiqazadigan bo'lsa, ba'zilari 1-2 oy kuttiradi. Bu mutlaqo universitetda o'ziga bog'liq, qaysi universitetga topshirayotganligiga qaraydi, ya'ni. Va ko'pchilik universitetlar may oylarida qabullarni boshlaydi. Bu ham mutlaqo universitet o'ziga bog'liq. Ba'zilari adashmasam aprelda ham qabul ochgan universitet bor edi, adashmasam.
may oylarida, aprel oylarida ochiladi bitta universitet va 1 oy, 1 hafta, 2-3 hafta davom etadi, qabulni yopadi. Undan keyin javob chiqazadi va javob chiqqandan keyin ma'lum muddat oralida o'quvchi o'sha kontrakt summasini to'lab, universitetga registratsiya qilish kerak bo'ladi va undan keyin agar universitet kvotasi to'lmagan bo'lsa, yana qaytadan qabullarni ochishi mumkin. Lekin misol uchun Karabukka o'xshagan universitet bitta qabul ochadi va butun yoz bo'yicha qabul ochiq turadi. Ba'zi universitetlar faqatgina 1 haftaga ochadi, sразу qabullar yig'adi, eng yaxshilarini tanlab oladi va keyingi qabullarni yana qaytadan saralab olaveradi qisqa muddat davomida. Va qabullar odatda sentyabr oyigacha davom etadi. Bu mutlaqo universitetga bog'liq. Ba'zi universitetlar avgust o'zi to'xtatadi, ba'zilar sentyabr, ba'zilar hatto oktyabrda ham qabul qiladiganlar bor. Lekin oktyabr degani o'zi allaqachon kech qoldinglar degani aslida. Va magistratura va doktorantura uchun qabul muddati yilda 2 marta bo'ladi. O'sha bahorgi va qishki semestr deydi. Yoki bahorgi va kuzgi to'g'rirog'i. Demak, ular qishda va yozda qabullar bo'ladi. Har bitta universitet o'ziga ma'qul bo'lgan sanalarda qabullarni ochadi. Ba'zilari misol uchun kuzgi qabul uchun yozda ochsa, misol Anqara ijtimoiy fanlar universiteti allaqachon qabulni ochgan. Hatto 1-iyunda ular qabuli yopiladi. Har bitta universitet o'zining qabuliga qaraydi, demak. Qabul qilingandan keyin qanaqa bo'ladi endi? Birinchi ishinglar bu tabiiy kontrakt to'lovi bilan qabul to'lash bo'ladi. Ko'pchilik universitet bu yerda o'qish to'lovini, ya'ni kontrakt summasini 2 ga bo'lib to'lash imkoniyatini beradi. Ba'zi universitetlar hammasi bitta to'laydi, ba'zi 2 ga bo'lib to'lash to'laydi, lekin ba'zi kam holatda universitet Karabukka o'xshagan masalan, birinchi yil faqat til kursi uchun to'lov oladi, kontrakt umuman to'lamaysizlar. Keyingi yil o'qish boshlayotgan paytda kontrakt to'lashni boshlaysizlar. O'sha uchun Karabuk eng yaxshi universitetlardan bittasi deb ayta olaman. Faqat til kursiga to'lov qilasizlar, bu keyingi yil agar o'sha o'qish niyatlar qat'iy bo'lsa, kontrakt to'laysizlar. Agar o'qiginglar kelmasa, boshqa universitetga bemalol hujjat topshirib o'tib ketaverasizlar yana qaytadan. Lekin orada 1 yil arzon summaga til kursini o'qib qo'yganinglar bo'ladi. Xo'p, o'qish to'lovini to'ladi. Keyin nima bo'ladi desanglar, birinchisi hujjatlarni notarialniy tarjima qilish bo'ladi turkchaga. Ko'pchilik universitet turkcha tarjimani so'raydi, inglizchani emas. Va apostil qilish kerak bo'ladi. Apostil degani o'sha bu narsa haqiqatdan 100% to'g'ri deyilgan deb aytsa bo'ladi buni. Hamma joyda tan olinishi bo'ladi apostil qilsanglar har bitta hujjatlar va bu qilish shart. Va bakalavriatga topshirganlar uchun bu yerda deyarli barcha 95% holatda universitetlar denklik degan hujjat so'raydi va uni ham O'zbekistonda qildirib kelsalar bo'ladi. Bu denklik degani O'zbekistonda olgan ta'liminglar Turkiyaning ta'lim sistemasiga to'g'ri keladi degan ma'nodagi hujjat va aynan mana shu denklik hujjat uchun sizlardan apostil kerak bo'ladi. Shahodatnoma va 9-10-11 sinf bahoiylar uchun. Magistratura uchun hech qanaqa unaqa narsa yo'q. Eng uzog'i hujjatni apostil qilasizlar bo'ldi. Magistratura uchun denklik degan hujjat umuman shart emas. Qabul olasa kontrakt to'laysizlar. Hujjatlar notarial tarjima qilib kelasizlar bo'ldi. Sizlarga oson. Va keyin tabiiy biletni olib o'zinglarning nima deydi, ko'chishlari yoki Turkiyaga kirishlarni plan qilaverasizlar. Shu yergacha savol bormi? Savol yo'qsa davom etaveramiz. Eng muhim mavzulardan bittasi ishlash. Turkiyada talabalarga rasman ishlash taqiqlangan, lekin agar sizlarda work permit yoki çalışma deydi, ishlash ruxsatnomasi bo'lsa, yarim yoki 1 stavka yoki to'liq stavka ishlashingiz mumkin. Lekin buni oddiy ishchilar hayotda sizlarga bermaydi, ishlash ruxsatnomasini. Lekin tabiiy bu faqat qog'ozda, ya'ni o'zbeklar asosan Turkiyaga borish maqsadi kontrakt arzon universitetga kirib ishlab pul topish bo'ladi. Demak, o'shaning uchun ham qog'ozda bu ishlash taqiqlanadi degan narsa bor, lekin o'zingizlar bemalol talabalar, ayniqsa restoran, kafe, mehmonxona, zavod, o'quv markazi va umuman o'zingizlarga o'zingizlar sohalarga bog'liq qaysidir joyda ishlasanglar bo'ladi. Ko'pchilik talabalar restoran, kafe, mehmonxona, zavodlarda ishlaydi. Agar til biladigan bo'lsanglar, o'quv markazlarida tildan dars berishlar mumkin, lekin qanaqadir sohada chuqur tajribalar bo'lsa, ayniqsa magistratura va doktoranturada bo'lsa, o'zlarining sohalarga oid qanaqadir kompaniya yoki zavod, fabrikalarda o'sha muhandis bo'libmi yoki boshqa nimadir bo'libmi ishlashlari mumkin bo'ladi.
Hop, ko'pchilik joylarda turk tili B2 darajada so'raladi. Ya'ni kelib turib menga B2 sertifikati ko'rsat demaydi. Shunchaki gaplashib ko'radi va o'zinglar tushuntirib bera olsanglar, ular nima deyayotganini tushuna olsanglar, bo'ldi, qabul qiladi ular odatda. Lekin tabii boshqa sektoriga qarab turk, rus, ingliz tillarini ham talab qilishi mumkin. Ayniqsa mehmonxonada reception deydi. Resepsiyonda ishlaydigan bo'lsalar, ya'ni kutib olish xizmatini adashmasam o'zbekchada. O'sha xizmatda ishlaydigan bo'lsalar, odatda turk tilining yonida yo ingliz yo rus tilini so'raydi bular. Maoshlar qismiga keladigan bo'lsak, bu umuman har xil. Shaharga, ishingizga, tajribangizga va ish beruvchining qaysidir darajada insofiga qarab o'zgaradi. Ya'ni yangi kelganlarga kam oylik beradi odatda va ish muddatinglar va tajribalar ortguncha sizlarga oyliklar ko'tarib boradi bular. Va men aniq ma'lumot bera olmayman. Umuman mana shu shaharda, mana shu ishda, mana shuncha taxminan topasan deb. Bu aytganim mutlaqo hammada har xil. Lekin ko'pchilik talabalar o'zining ehtiyojini qoplashni uddalayapti. Boshida kelgan payti bir 2-3 oyga qilib pul yig'ib kelsanglar, u yog'ini amallab ketsanglar bo'ladi agar yaxshiroq ish topsanglar. Yarim stavkada ishlash sal nisbatan qiyinroq bo'ladi. Lekin yarim stavkadan ko'proq 0,7 stavka deylik. Kuniga 5-6 soatdan yoki undan sal ko'proq ishlasanglar, odatda talabalar o'zining ehtiyojini qoplaydi. Endi bu tabiiy shahriga bog'liq. Misol uchun Istanbul, Anqarada oylik nisbatan ancha ko'p berilsa, boshqa shaharlarda oylik nisbatan kamroq beriladi. Chunki Istanbulda yashash qimmat, shunga yarasha oyliklar ko'p bo'ladi. Boshqa shaharlarda yashash nisbatan arzon va oylik ham nisbatan kamroq bo'ladi. Xo'p, keyin oylik xarajatlar nima bo'lishiga mumkin sizlarda? Bu narsa mutlaqo o'zingizlarga bog'liq. Aniq aytib bo'lmaydi qancha ishlatishinglar oyliginglarga, oyiga. Kimdir misol uchun luks hayotda yashaydi. Bunaqa tanishlari bor men shaxsan o'zim. Har hafta qaysi shaharga sayohat qiladi yoki bilmadim, haftaning 7 kunida 5 kun qayergadir kafelarga borib madalar qilib yuradi. Bu o'zingizlarga bog'liq. Luks hayotda tabiiy ko'proq pul ketadi. Lekin talaba sifatida yoki umuman o'rtacha hayot yashamam, bemalol Turkiyada hayot surdirsanglar bo'ladi. Va yana o'sha gap, bu xarajat qancha bo'lishi mutlaqo shahriylarga, turar joylar, ya'ni kvartira qancha yoki yotoqxona bo'lsa, yotoqxona qancha bo'ladi va kontrakt summalariga ham qisman bog'liq. Ya'ni kontraktga yilda 2 marta to'laysiz, lekin baribir bu ham rol o'ynaydi. Va o'zingizlarning shaxsiy ehtiyojlarga qarab o'zgaradi, yana aytganimdek. Va marketdagi narxlar haqida ham men Instagramda bitta video qo'yganman. Boshida Instagram sahifamni berib ketdim va kanaldagi boshidagi ikkita postda ham Instagram, Telegram va YouTube sahifalarimda linklari bor. O'sha yerdan ko'rib obuna bo'lib qo'yishinglar mumkin agar foydali deb topsanglar ular. Demak, muntazam qilishingiz kerak bo'lgan to'lovlar nima sizlarda? Tabiiy birinchisi oylik kvartira, yotoqxona, turar joy uchun to'lov va buni yaxshi tarafi ba'zi yotoqxonalar bor. Ba'zi yotoqxonalarni to'lovining bir qismini davlat qoplab beradi. Misol uchun aytaylik, yotoqxona oylik to'lovi $200 bo'lsa, taxmin aytaman buni $200 ga hozir topish nisbatan qiyinroq. Men yotoqxonam o'zi adashmasam taxminan $300 ga yaqin oladi va $300 ga yaqinni 60% ni davlat qoplab beradi agar har kuni yotoqxonada o'sha marshrutdaman degan ma'noda shunchaki imzo qo'yib qo'ysalar bitta hujjatga bo'ldi. Ya'ni davlat ba'zi yotoqxonalarga o'sha yotoqxonada qolgan kuninglarga sizlarga qo'shimcha nima deydi, summa yoki grant, endi grantda bo'lmaydi, qo'shimcha yordam ajratadi sizlarga. Bu ba'zi yotoqxonalarda, hammasi emas. Va transport, buni yaxshi tarafi talabalar uchun chegirmalar mavjud. O'sha проездной deydi. Ko'pchilik shaharlarda проездной bor har bitta talaba uchun va bu ancha arzon. Meni shahrimda adashmasam 250 lira qancha bo'lar ekan so'mda 8-9 dollar bo'ladi adashmasam bir oylik va bu arziydi. Va bu mutlaqo shaharga qarab o'zgaradi. Hamma shaharda to'lov har xil. Ovqatlanish masalasi. Demak, ko'pchilik universitetda 3 mahal ovqat beradi va bu ovqat arzon va issiq ovqat bo'ladi. Ya'ni yangi ovqat. Boshqa sanaqasiga kechadan qolgan ovqatni bermaydi sizlarga. Ba'zi universitetlar bir mahal ovqat beradi. Misol uchun, men universitetim obedda 11-2 orasi bir marta ovqat beradi va keyin 4-6 orasida yana bir marta ovqat beradi. Lekin Anadolu universiteti kuniga 3 mahal, ertalab, obedda va kechasi yoki kechqurun 3 mahal issiq ovqat beradi.
Va ba'zi yotoqxonalar o'zini ham 2 yoki 3 mahal ovqati bor va bu o'sha yotoqxona to'lovini ichida bo'ladi. Keyin telefon tarifi eng kamida 50 ming so'mdan boshlanadi. Eng arzon tariflar 50 mingdan boshlanadi va bu ehtiyojinglarga qarab 100 ming, 150, 200 mingga ham o'tishi mumkin oylik. Men shaxsan o'zim adashmasam 80 mingga yaqin to'layman o'zbek so'mida. Va shaxsiy ehtiyoj, bilmadim, aylanish bo'lishi mumkin yoki haftada 1-2 marta tashqaridan ovqatlanishinglar mumkin. Shopping o'sha nimadir olishinglar mumkin. Kiyim-kechak balobatlar yana. Bu mutlaqo o'zinglarga qaraydi. Xo'p, savollar shu paytgacha. Savollar bo'lsa davom etamiz. Demak, talabalar uchun eng yaxshi shaharlar qaysi? Bu yerda Istanbul shahri yo'q. Nimaga? Chunki Istanbulni men hayotda talabalarga o'qish uchun maslahat bermayman, agar juda zo'r universitetga 100% grant bilan kirmasa. Nimaga? Chunki Istanbul haqiqatan juda ham trafik deydi. Trafik o'zbekcha qanaqa tarjima qiladi buni? Probka, tirbandlik juda ko'p va kunlari 2-3 soatiga taxminan, hatto undan ko'proq bo'lishi mumkin, yo'lga ketib qoladi agar shahar u chekkasidan bu chekkasiga boraman desalar. Va tabiiy kvartira, yashash hajmlari qimmat bu yerda. Anqara nisbatan yaxshiroq va undan yaxshi shaharlar tabiiy Bursa, Eskishahar, Karabuk va Sakarya shaharlari haqiqiy talabalar shahri desa ham bo'ladi. Shahar arzon, yaxshi, crime rate deydi, jinoyat miqdori yoki ehtimoli ancha kam bu yerda. Umuman Turkiyada ham jinoyat, man o'zbek talabalar qanaqadir o'zbek talabalar pichoqlab ketdi yoki nimadir bo'ldi degan narsani hali eshitmadim, balki bordir. Bu bo'lsa ham bu 1000 ta holatdan bittasi bo'ladi. Men shaxsan o'zim hech qachon misol uchun unaqa narsaga duch kelmaganman. Aytganimdek, o'sha 5 ta shahar menimcha eng yaxshi shahar universitet talabalari uchun aynan. Xo'p, sayohat mavzusiga kiradigan bo'lsak, sayohat Turkiyada talaba sifatida sayohat qilish eng arzon va eng yaxshi variant hisoblayman men. Nimaga? Birinchidan, poyezd va samolyotlarga uchun talaba chegirmasi yoki yoshlar uchun, ya'ni 26 adashmasam 26 yoshdan kichkinalar uchun chegirmalar beriladi. Bu chegirma miqdori har xil, lekin hali ham zo'r variant bu talabalar uchun. Va universitet, yotoqxona, tomlar, ya'ni til kursi, yoshlik va sport vazirligi va turli xil tashkilotlar 99% holatda tekinga turli xil sayohat, piknik va oromgoh deydi yoki kamplarga deydi, o'shalarni tashkil qiladi tekinga. Shaxsan o'zim 1,5 yil ichida 20 dan ortiq shaharga sayohat qilgan bo'lsam, ularni 90% hech qanaqa to'lov qilmaganman. Faqatgina o'zimning hisobimdan borgan shaharlarim bor, ularga to'lov qilganman, lekin 90% holatda hech qanaqa to'lov qilmasdan butun Turkiyani deya olmayman, 20 dan ortiq shaharni tekinga ko'rib kelganman bemalol. Xo'p, onlayn ta'lim. Bu Anadolu, Ataturk va Istanbul davlat universitetlarini onlayn yoki masofaviy ta'lim tizimi bor. Buni men hammaga maslahat beraman. Turkiyada o'qinglar, Turkiya bursada o'qinglar, kontrakt o'qinglar yoki O'zbekistonda o'qinglar, umuman o'qimanglar, menga farqi yo'q. Men maslahatim onlayn ta'lim yoki masofaviy ta'limni olinglar. Bu asosan kasbiy va bakalavr uchun ta'lim ajratadi bu universitetlar va kontrakt summasi yoki o'qish to'lovi juda arzon. Anadolu adashmasam o'tgan yil taxminan 200 ga yaqin bo'lgan. Bu taxminan, aniq esimda yo'q mening. Bu yil oshsa 250, maksimum 300 dollar bo'lishi mumkin. Bu yillik to'lov. Maslahatim o'qinglar, haqiqatan o'zingizga qo'shimcha sifatida o'qishlar mumkin. Ya'ni bir vaqtda o'zi ikkita universitetda o'qishlar mumkin agar universitetda o'qiyotgan bo'lsanglar va universitetga borish yoki onlayn darsga kirish degan majburiyat yo'q. Shunchaki imtihonga kirasizlar, imtihonni o'tib bersanglar bo'ldi. O'qishlar o'zlariga qoldirib qo'ygan bo'lar. Va Toshkentda o'zida misol uchun Anadolu universiteti maxsus binosi mavjud aynan imtihonlari uchun. Maslahat beraman buni o'qishliklari. O'zingizga yoqmagan yoki kontrakt arzon o'qishga universitetga kirgan bo'lsangiz, lekin odam o'zida qanaqadir ichida hissiyoti bo'lsa, mana shu narsani o'qishim kerak deb afsuslanaman deydigan bo'lsa, bemalol onlayn ta'limda bu darslarni olishinglar mumkin.
Men o'zim ham bu yil topshirib qo'ydim Anadolu universiteti onlayn ta'lim tizimiga. Maslahat sizlar ham topshiringlar. Hech qanaqa sertifikat umuman so'ramaydi va kvotasi ham ancha ko'p. Adashmasam, eng kamida 200-250 ta kvota bo'ladi har bitta yo'nalish uchun. Ya'ni deyarli qabul qilish ehtimoli 100% agar hujjat to'g'ri topshirgan bo'lsanglar. Va bu umuman sohalarga aloqador bo'lishi shart emas bu narsa. Aytaylik, kimdir misol uchun biznes boshqaruv sohasida o'qiyapti o'zim universitetda yoki Turkiyada o'qimoqchi, lekin aytaylik, bilmadim, dasturlashga qiziqishi mumkin yoki fotosurat olishga qiziqishi mumkin yoki bilmadim, logistika shunga o'xshagan sohalarga, aniq sohalarga qiziqqan bo'lishi mumkin. O'sha sohalar bemalol bu universitetda o'qishlari mumkin. Yoki kimdir magistraturaga aytaylik o'sha irrigatsiya yo'nalishiga topshiryapti va biznes qilish g'oyasi bor yoki biznes qilgisi keladi. Anadolu yoki Atatürk va Istanbul universitetidagi onlayn ta'limga o'sha biznes boshqaruv yoki aniq o'zini turlari bor, property management deydi yoki logistics deydi yoki real estate deydi yoki shunchaki management o'zi ham bor. O'sha o'zlariga yoqqan sohalar bo'yicha bemalol topshirishlari mumkin. Ta'limlar odatda turk va ingliz tilida bo'ladi. Ba'zi holatlarda, misol uchun islom bilimlari yo'nalishida arabcha yo'nalishlar ham mavjud. Xo'p, shu paytgacha savol bormi? Bundan keyingi slaydimiz o'sha bonus bo'ladi. Undan keyin prezentatsiyani yakunlaymiz. Jahongir Mirzo. Rahmat yana ruxsat berganingiz uchun. Oxirgi 4 ta slayd bo'yicha savolim bor edi. Aynan talabalar uchun eng yaxshi shaharlar bo'limida. To'g'risi, o'zimning soham bo'yicha o'qimoqchiman. Garchi iqtisodiy sohalar o'tilgan bo'lsa ham, shuning uchun qaysi shaharlarda aynan yo'nalishim bo'yicha tavsiya berasiz degan ma'noda savolim bor edi. Ya'ni to'g'ri, Istanbulda o'qishda o'zim ham xohlamayman, lekin Anqarani ham ancha qimmat dedingiz, lekin menga ham ancha qimmat deyishgan haqiqatda. O'qish uchun ham, yashash sharoiti uchun ham. Hop, sohangiz deyarli farq qilmaydi bu yerda, chunki har bitta shaharda, misol uchun Bursani o'zida adashmasam 3 tagacha universitet bor. Ichki shaharda ham 3 ta universitet, Karabukda bitta universitet, lekin bu bitta universitet ichida deyarli hamma yo'nalish bor. Sakaryada adashmasam yana 2 ta universitet bor va bu universitet deyarli barchasida o'zingizni yo'nalishingizni topishingiz mumkin bemalol. Ya'ni aynan yo'nalish bo'yicha shaharni ajratish noto'g'ri. Har bitta universitetda o'zini deyarli barcha yo'nalishlari bor. Tushunarli. Boshqa barangizda savol bor ekan. İzmirda o'qishni maslahat bermaysizmi? Boya tepada aytdim-man, Izmirdagi universitetga kirish uchun sizlarda TRYOS yoki SAT sertifikatlari bo'lishi kerak. Agar sertifikat bo'lib turib Izmirda o'qiyman desangiz, yaxshi shahar, sal qimmatroq emas. Pulga chidab bersiz, u ham yaxshi bitta shahar. Faqat buni bitta yomon tarafi, Izmirdan turib boshqa shahar, misol uchun Istanbul, Anqara yoki umuman Turkiya narigi burchagi Trabzonga borishingiz qiyinroq, chunki Izmirga hali tezyurar poyezd o'tmagan va oddiy, misol uchun Izmirdan mana ichki shahargacha adashmasam 6 soatlik eski poyezdda yurasiz, oddiy poyezdda. Misol uchun men ichki shaharda o'zim yashasam, Anqara, Bursa yoki Karabukka borib, Istanbulga, misol uchun bizada ko'pchilik shaharlarga tezyurar poyezd bor. Tezyurar poyezdda bemalol qisqa vaqtda borib kela olaman. Ya'ni lokatsiya yoki joylashuv bo'yicha Izmir bitta chekkaroqda qolgan desam bo'ladi. Anqara, Bursa, Eskishehir yoki Sakkara universiteti nisbatan o'rtaroqda desa ham bo'ladi bu jihatdan, joylashuv jihatdan ayniqsa. Lekin tabiiy o'qitish bo'yicha Izmirdagi universitetlar yaxshiroq agar kira olsangiz. İzmirda частный universitetlar bormi? Adashmasam bitta bor edi, aniq esimda yo'q, lekin bitta ko'rgandekman, aniq esimda yo'q. Balkim agar topsam tashlab berarman keyin. Xo'p, qarangki, Anadolu degan universitetni onlayn o'qisa bo'ladi dedingiz-ku? Uni onlayn o'qigandan keyin, bitirgandan keyin uni diplom beradimi? Diplom beradi, o'sha Kaspitan diplom, bakalavr diplom beradi. O'sha borib o'qigan bilan onlayn o'qigan bir xil saviyada diplom beradimi? Shunaqa.
Tushunarli, rahmat. O'zbekistondagi sirtqi ta'limni Turkiyadagi bitta varianti desa bo'ladi. Faqat buning yomon tarafi, Turkiyaga kelib o'qiyapmiz. Bularga ya'ni VNJ deydi yoki o'tirma izni bermaydi, propiska bermaydi bu yerda, aynan onlayn ta'lim uchun. O'zbekistonda o'qishlar maslahat beraman yoki Turkiyada boshqa universitetda o'qiyotgan bo'lsanglar, onlayn ta'limga o'qishlar mumkin qo'shimcha sifatida. Lekin onlayn ta'lim faqat o'zi bilan Turkiyada o'qiyapsizlar, rasmiy qololmaysizlar ya'ni. Xo'p, ga deb yozib qo'ygan ekan. Ismingizni bilmadim, siz ham savol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Savolim shundan Alaykum iborat. assalom. Onlayn ta'limda ingliz tili bo'yicha fakultetlar bormi? Man boya aytib ketdim, bor. Anadolu universitetining o'zida ham universitetlar, yo'nalishlar bor, nisbatan kamroq, lekin adashmasam biznes boshqaruv, iqtisodiyot va yana qanaqadir sohalar bor. Tushunarli. Va ikkinchi Rus tili ham savolim, ta'lim bor yani. sizni mana kursingizni deymizmi yoki xizmatingizni deymizmi sotib olsak, ichiga nimalar kiradi? Men o'zim topshirib berish xizmatim bor. Uni ichiga o'z nomidaman topshirib berish xizmati, faqat topshirib beraman. O'shaning uchun bu arzon. Hujjat tarjima qilishlar o'zingizlardan bo'ladi. Agar notarius topa olmasanglar, men topib berish mumkin yoki o'zim onlayn tarjima qilib berishim mumkin. Lekin asosiy ish bu yerda faqatgina hujjat topshirib berish. Agar bu nimaga faqat hujjat topshirib bersak, ko'pchilikda yoki ba'zilari o'zini Turkiyada tanishlari bo'ladi, kutib oladigan odam bo'ladi yoki universitetiga qilib beradigan odam bo'ladi, faqat qabul olish kerak bo'ladi ular. O'shaning uchun kutib olish faqatgina topshirib berish xizmati deyilgan. Undan keyin misol uchun hop aeroportda kutib oling, yotoqxona topib bering yoki universitetiga siz qilib berib yo'da VNJ deydi, o'tirma izni olib bering deydigan bo'lsangiz, unga alohida xizmat bor. U shahringizga qarab o'zgaradi narx. Xo'p, rahmat, tushunarli. Boshqa savollar? Isakov adashmasam. Savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin, bo'lmasa davom etaveramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Agar Isakov Qirg'izistondan ekan, uzr. qanaqa qilib topshirsak bo'ladi? Qirg'izistonda oddiy muammosi yo'q. Hujjatingizni notarial turga tarjima qilsangiz bo'ldi, bemalol hujjat topshiraverasiz. Ya'ni bu yerdagi hozir shu paytgacha o'rgatgan narsam hammasi bir xil bo'ladi. Farqi yo'q. Понятно. Hozir ham sizda shunda zapis tugamaganmi? Yozilishga? Yo'q, hali tugamadi. Turkiya burslarida окончательный ответ qachon chiqishini bilmaysizmi? Intervyuga kirganmisiz? Topshirdim Turkiyaga. Suhbatga chaqirmadingiz hali. Yo'q. Aha, Qirg'iziston uchun hali adashmasam suhbatga chaqiruv boshlanmagan. Da, Sizlarga mana shu oy kelib qolsa kerak. Shu oy kelib qolsa kerak. Kelmasa iyundan maksimum o'rtasigacha keladi, lekin undan keyin menimcha kelmaydi. Chunki Qirg'izistonda odam kam topshiradi, juda kam topshiradi. O'sha hisobiga ko'p cho'zmaydi ortiqcha sizlarni ham. Mayli, rahmat katta. Xo'p. Yana kimda savol bor? Xo'p, savol yo'qsa davom etamiz. 1 soatdan oshib ketibdi o'zi. Bonus qismiga keldik, ya'ni aytayotganimdek, boshida 2 ta odamga bergan, keyin 3 ta odamga dedim men buni. Va 3 ta odamga 2 tagacha universitetga hujjat topshirib beraman. Bu 3 ta odam ichida kamida bitta o'g'il bola va bitta qiz bola bo'ladi, agar yaxshi shart bajargan bo'lsalar tabiiy. Shartlar qanaqa buni? Birinchisi, Instagram, Telegram va YouTube sahifalariga obuna bo'lishingiz kerak va buni screenshot qilib menga tashlab berasiz. Lekin bu qaysidir masalan insofiylarga bog'liq desam, chunki men shaxsan o'zim shunaqa narsa bo'ldi. Bitta odam shunaqa qilgan, obuna bo'lgan o'zicha, menga screenshot tashlab bergan va men u paytda qaysidir xizmatimga skidka qilayotgandim, chegirma qilib beryotgandim va o'sha odam nomiga 1 sekundga menga подписка tashladi, screenshot qildi, yana отписка qildi, ya'ni ta'qibdan chiqazordi meni va menga screenshot tashlab berdi o'sha menga obuna bo'lganlik haqida. Men ishondim ularga, xo'p, o'sha mana shu chegirma yutkazdim, shu chegirma qilib berdim, lekin qarasam, keyinchalik ular shunchaki 1-2 minutga obuna bo'lib, keyin chiqazorgan ekan. O'shaning uchun bu insofiylarga bog'liq. Men hammani aniq tekshirib o'tira olmayman. Menga mana shu odam ham 3 ta hisobimga, akkauntimga obuna bo'lmaganmi deb.
Bu insofiylarga bog'liq. Ya'ni hamma ham unaqa emas, lekin shunaqalar bor. Buni ham e'tiborga kirish kerak. Hop, bu birinchi juda oson. Qayerdan topaman desanglar, men ekranni yana bitta ochishim kerak sizlarga. Tak, share screen qayerda edi? Hop, kanalga kelsanglar, mana shu kanal tagida Telegram, Instagram va YouTube sahifalarimga yozuvi bor. Shunda bitta bossanglar, har bittasiga olib ko'radi sizlarni. O'sha yerda hamma uchalasiga ham, demak, sahifamga obuna bo'lib, skrinshot qilib tashlab berasizlar. Bundan keyin keyingi shartiga o'tsanglar. Ya'ni bu uchtasi. Birinchi shart juda oson. Keyingisi, ikkinchi shart eng muhim. Bu yerda maxsus forma bor. O'sha formani to'ldirishinglar kerak bo'ladi. Bu asosiy qismi. Bu formada demak bir qancha savollarga javob berishlar so'raladi va ular orasidan eng yaxshi 3 tasi tanlab olinadi. 3 ta dedim, bu agar 3 ta odam topilsa haqiqatdan, agar undan kam bo'lsa, undan kamroq odam tanlanishligi mumkin. Hop, formani keyin kanalga tashlab beraman birozdan. Bu ikkita shartni bajarganlardan keyin, to'g'ri, bajarish oxirgi muddati 17-may, ya'ni ertaga O'zbekiston vaqti bilan 23:59, mayli Qirg'iziston vaqti bilan xuddi shunday qilamiz. Qirg'iziston vaqti bilan 23:59 gacha bo'ladi va g'oliblar 18-may kuni e'lon qilinadi demak. Balkim kechikish bo'lsa 19-may kuni ham chiqishligi mumkin, lekin odatda 18-mayga chiqarishga harakat qilaman. Hop, formani tashlab qo'yaman kanalga keyinchalik birozdan. Demak, savollar shu paytgacha bo'lgan jarayon haqida umumiy savolinglar. Farangiz ko'tardi birinchi. Savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin. Farangiz Kimnidir gapirishingiz. Instagram demesaj. Mana o'zim Turkiya postlaridan kelgan qo'shimcha siz ham 3 ta imkoniyat bergan, masalan, bu muammosi. Ama bu konkurs qatnashmayman to'g'ri, qisni qo'yib berganim uchun. Shunaqa. Ya'ni Instagram bo'lmasa, mayli, yana o'sha gap, insofiylarga boqing. Instagram yo'q deb bittasi ketishi mumkin. Men hop ishonib qo'yaman. Endi u yog'i insof va vijdoninglarga bog'liq bo'ladi. Hop, Mahmudjon. Savol berishingiz mumkin, Mahmudjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Telegramdan spam bo'lganmadi, shunga sizga skrinshot tashlaman. Instagramdan tashlasam bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p. Rahmat. Va bittasi aytish esdan chiqib bu yoqda, shu ikkita shart qilib bo'lgandan keyin men hozir lichkam, o'zi kanal tagida ham lichkam bor adashmasam, post tagida biz bilan bog'lanish uchun degan joyda meni administratsiyasida o'ziman. O'sha hisobimga yozib olishlar kerak, ism, familiya va 3 ta skrinshot va formani to'ldirganlar haqidagi gapni yozib qoldirishinglar kerak bo'ladi. Shunchaki formani to'ldirganlarga, lekin u to'ldirganligi haqida menga yetmaganlarga bu narsa qabul qilinmaydi. Jahongir Mirzo. Webinar bo'yicha umumiy savol bersam bo'ladimi yoki faqat oxirgi qism uchun? Ya umumiy bersangiz ham bo'ladi. Tushunarli. Magistraturaga topshirish uchun davlat va siz yaxshi deb aytgan xususiy universitetlarda kontraktdan tashqari ham grant beriladimi? Agar berilsa, qancha miqdorda va qanday tartibda bo'ladi? Uni nimalari, ma'lumotingiz uchun aytsangiz yaxshi bo'lardi. Chunki u yoqqa borgandan keyin ham o'z aytdingiz, moliyaviy jihatdan agar qo'llov bo'lmasa, bu o'qish uchun borish xato ish. Endi qo'llov bo'lmasa degan ma'noda oilalar xarab pul jo'natish kerak demanda umuman. Shunchaki boshqa tarafdan hamda kimdir aka yoki tog'a bo'lishi mumkin. Moliyaviy jihatdan qo'llamasa qiyin bo'ladi. Shunaqa bu to'g'ri. Agar kontrakt keladigan bo'lsanglar, xo'p, davlat universitetiga Turkiya burslari va Diyanet burslari bor. Uni ham qabul allaqachon tugab bo'lgan. O'sha ikkita universitetdan tashqari oddiy holatda grant yutishlar deyarli imkonsiz. Ya'ni davlat universitetlari shu ham kontraktda arzon. O'shani hisobiga sizlarga hech qanaqa grant bermaydi davlat universitetlari. Ya'ni chegirma ham bermaydi kontrakt miqdoridan. Bu qat'iy narsa. Xususiy universitet berishligi mumkin tabii. Ularni aytib o'tib ketdim nimaga u chegirma berishligini.
Aha, tushundim. Nima qildim? Davlatniki sohaga qarab o'zgarishi mumkinmi kontrakt miqdorlari? Tabii sohaga, shahringizga va universitetga qarab o'zgaradi. Misol uchun Istanbuldagi bitta universitet etik tarix yo'nalishining kontrakti bilan Sakaryadagi bitta universitetdagi tarix yo'nalishining kontrakti tabiiy farqli bo'ladi. Bu shaharga, universitetga va tabiiy universitet reytingi va ta'lim darajasiga qaraydi. Hammasi har xil. Ya'ni individual. Shunaqa. Ha, Individual deganingizda nima? Ya'ni har bitta universitet o'zini kontrakt summasi bor, lekin aytaylik ikkalamiz misol uchun bitta yo'nalishga topshirsak, sizga misol uchun $1000, menga $900 kontrakt chiqazib bermaydi. Hammaga bir xil kontrakt nima deydi? Bir xil kontrakt to'lash kerak bo'ladi. Yo'q, tushundim. Uni universitet ma'nosida aytdim-da, nima shaxs ma'nosida emas. Tushundim. Savolim bo'ldi, agar boshqalarda bo'lsa bemalol. Xo'p. Adashmasam Isakova edi. Yana so'ramoqchi edim. Hozir bular hammasi kontraktmi? Hozir siz topshirib beradigan universitetlar? Grant etib o'tib ketdim boshida. Turkiya vuzlaridan boshqa grantlar degan qismida aytdim. Koch, Sabancı va Bilkent universitet grantlari bor va shartlarni ham aytib o'tib ketdim. Sertifikatingiz, yutuqlaringiz va qo'shimcha qanaqadir TOEFL, SAT yoki shunga o'xshagan sertifikatinglar bo'lmasa, topshirish maslahat bermayman umuman bularga. Chunki pulinglar vaqtida ketgandek qoladi. Undan boshqa grant aslida bor, qanaqa grant emas u, agar siz Turkiyada litseyga o'qigan bo'lsanglar, ya'ni 11-12 sinf Turkiyada o'qigan bo'lsanglar va Turkiyaning milliy imtihoniga kirib, u orqali universitetga kirgan bo'lsanglar, universitetda tekinga o'qiysizlar, bu boshqa gap. Lekin O'zbekistondan to'g'ri yo'lga topshirsanglar, mana shu 3 ta universitetdan boshqa sizlarga grant yo'q. Endi kontrakt summasi ham baribir arzon ko'pchilik universitetlarda. Понятно. Hozir Turkiya burslarida chiqish protsenti bizda qancha bo'lar ekan? Наверное, sizlarda nimalar bo'yicha? Turkiya burslariga Qirg'izistondan etdim kam odam topshiradi va uni Turkiya bo'lsa aniq kriteriyasi yo'q bu yerda. Ya'ni aytaylik SAT 1500 bo'lsin, IELTS 7,5 bo'lsin yoki 5 ta o'qituvchini tavsiyanoma oling yoki xalqaro olimpiadada chempion bo'ling degan narsa yo'q. Aniq kriteriyalar umuman noma'lum. O'shaning uchun oldindan aytib bo'lmaydi. Misol uchun men o'zim o'tgan yili hatto bitta universitetda ixtiro qilgan o'quvchim bor, ya'ni bakalavr o'qib turib, ixtiro qilgan o'zining sohasi bo'yicha. Va tabiiy qo'shma sertifikatlari yo nima deydi, dissertatsiya va ilmiy ishlari chop qilingan u odamni. Men u odamni 99% yutadi deb o'tirdim, intervyuga ham chaqirmagan masalan. Ya'ni aniq kriteriyasi yo'q, o'sha uchun oldindan javob berib bo'lmaydi hech kimga qanaqa qilib shu grant yutasan deb aniq. Da, вот bizga aytishdi, вот Qirg'izistonda вероятность вот oz ekanda, вот ko'pchilik topshirib o'tgansa anaqa. Lekin o'tgan yili Qirg'izistonda shansi yaxshiroq. lekin где-то o'tgan yili bir 10 tamikin odam o'tgan ekan. Bitta qiz bilan gaplashdik, Instagramdan topib akkauntini. Qirg'iz qizida, shu qiz bilan gaplashsak, "Cho'ta bu yil kech qolib ketdi. Meniki aprelda chiqqanida intervyu dedi. Bizniki kech qolib ketyapti. Уже hamma chiqib qolibdi O'zbekistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda" deb gaplashdik. Cho'ta bu yil kech qolib ketyapti. Iyungacha kutinglarchi deb boshlanadi. Qozog'istonga chiqqanmi hali? Da, chiqibdi. Uni eshitmadim lekin Qirg'izistonda ham chiqib qolishi kerak. 10 ta odam menimcha kam. U bilgani 10 ta odam bo'lishi mumkin. Mumkin bizga aytdi-da, 10 ta odam o'tganda, men shu o'tganimda dedi. U odam borgan paytda 10 ta odam, lekin boshqa paytda boshqa shaharlarda ham yoki o'sha aynan o'sha joyda, aynan o'sha shaharda boshqa kuni suhbat qilingan bo'lishi mumkin. Misol O'zbekistonda ham 2 kun bo'ladi va 2 kun har xil vaqt oralig'ida bo'ladi. Ya'ni aniq aytib bo'lmaydi. Misol uchun men o'zim intervyuga borgan paytim taxminan bizlar bilan 15 tacha odam bor edi va o'sha yili Turkiya bursasidan 100 dan ortiq odam yutgan adashmasam. Ya'ni u odam bilgani 10 ta 15 tacha bo'lishligi mumkin, lekin undan boshqa tabiiy ko'p. Lekin bizga aytdi, "Uydan intervyuga chaqirsa bo'ldi, bu yoq hisob, bu yoqda не переживайте, уже o'tib ketasizlar точно" deb boshlanadi. Lekin nimaga aslan unaqa deyapsiz desak, lekin потому что menga ham intervyu kelgan dedi. Intervyuga borganman. Unaqa javob ruslar emas, tayinlab olmaylar dedi. Вот savoliga переводчик bo'ladi dedi. Вот ash перевод qilib beradi hamma gapni. Shunga qarab javob beraverasizlar, faqat yodlab olmanglar javoblarini deb bizga aytdi. Intervyu kelsanglar ham bo'ldi, уже u yerdan o'tib ketaverasizlar dedi.
Yo'q, unaqa narsa yo'q. Endi u odam o'sha omadi kelgan bo'lishi mumkin va Ha, balkim nima peshana deyiladi, ham. kvot yoki yo'nalishlarga qarab omad rol o'ynaydi. Misol uchun biznes, iqtisodiyot yoki IT sohalar, tibbiyot sohasida Men raqobat yuqori meditsina bo'lganligi bo'yicha uchun topshirgan edim. unda sizga qiyin bo'ladi tabiiy. Raqobat yuqori bo'lgan joyda yurish qiyin bo'ladi. Lekin misol uchun aytaylik, mani bitta tanishim bor, taka tasarrufida, ya'ni o'zbekchada nima deb tarjima qilinadi uni? Zargarlik buyumlarini dizayni bor. Men u sohani birinchi marta eshitganman masalan. Birinchi marta eshitgan, ya'ni bu sohaga deyarli raqobat yo'q. Va shunaqa sohalarga topshirsangiz yutish ehtimolingiz tabiiy yuqoriroq bo'ladi agar o'sha motivation letter yoki hujjatlarni to'g'ri qilsangiz tabiiy. Deb raqobatga ham qaraydi qisman. Lekin biz saytga kirib o'zimiz to'ldirdik, o'rtog'im bilan topshirdik. Hech qanaqa kurslarsiz, hech qanaqa odamni yordamisiz o'zimiz internetdan ko'rib bilan topshirdik. Ko'ring, chiqib qolishi mumkin balki. TOEFL topshiramiz dedik. TOEFL nimaga 50% 50% ekashimga topshirmay qoldik. Angliskiy уровень bilan intermediate bilan topshirdim. TOEFL bo'lmasa, lekin shunchaki sertifikatsiya topshirsangiz, ingliz tilini yo'nalishga qabul qilinmaysiz umuman. U bor. Turk tiliga qabul Shuni qilinasiz. aytdi, keyin 1 yil o'zlari turk tilini o'rgatadi, не переживайте deb bizga shuni aytdi. U turk tilini yo'nalishidan qat'iy nazar o'zgartasiz. Misol uchun ingliz tilida o'qisiz ham, turk tili, arab tilida o'qisiz ham, biri turk tilini o'qish shart, turk ruslar doirasida. Bu yo'nalishidan qat'iy nazar, tilingizdan qat'iy nazar u narsa o'rgatiladi. Bu boshqa narsa ya'ni. Понятно, тогда mayli, rahmat. Hop, yana kimda savollar bor? Sabish deb yozilgan adashmasam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zim haqimda savol bermoqchi edimda. Shu, masalan, men 9 yil maktabda o'qib, keyin kollejga topshirganman-da. Kollejda rassomchilik bo'yicha o'qiganman. Bu yil grantga topshirib, shu ingliz tili va turizm sohasi bo'yicha topshirgandim-da. Masalan, shu biror xil problema yoki masalan tanlamasligi bo'yicha nima bo'lishi mumkinmi, problemalar? Menimcha yo'q. Men o'zim iqtisodiyot litseyda o'qiganman va mening yo'nalishim aniq fanlar bo'lgan. Lekin biznesga topshirib kirganman. Meni yonimda o'sha men bilan bitta sinfda o'qigan bola kompyuter injiniring, ya'ni IT ga kirgan masalan. Ya'ni yo'nalish to'g'ri maktabdagi ta'limingiz, maktabdagi mutaxassisligingiz unchalik rol o'ynamaydi bu yerda. Masalan, men kollejga rassomchilik bo'yicha o'qigan bo'lsam, masalan, o'zi kontrakt bo'yicha ham hozir topshirmoqchi edimda, yana endi. Hozir bursa endi bo'lib o'tdi-ku, endi javobi chiqmaydi-ku bo'ldi. Shuning uchun masalan kontrakt bo'yicha ham topshirsam unday muammo bo'lmaydimi deb so'ramoqchi edimda. Yo'q, unaqa savol bo'lmaydi umuman. Mayli, bo'ldi, rahmat bo'lmasa. Agar Turkiya bo'lsa, intervyuga chaqirib qo'yganingizda balkim so'rashingiz mumkin edi. O'sha nimaga aytaylik, o'sha tasviriy san'at kollejdan turib, nimaga aytaylik iqtisodiyot topshirib olsam so'rab qolishingiz mumkin. Lekin unaqa baykalar o'sha kollej diploming tasviriy san'at bo'lib tursam, bu yerda iqtisodiyotga qabul qilmaymiz degan narsa yo'q. Faqat so'rab qolishi mumkin bitta savol bilan, agar u ham chaqirganingizda edi. Chaqirmaganingiz uchun chaqirmadim. Xo'p, rahmat. Xo'p. Yana kimda savollar bor? Turkiyani bayrog'i turgan ekan. Ismingizni bilmadim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zbekistonga bursdan yana xat kelishi mumkinmi yoki yo'q? Shuni so'ramoqchi edim. Uni boshlab ketdim men. Boshida javob berdim. Har yili O'zbekistonga aynan 3 kun, orada bir kun tanaffus qilib, birinchi kun va 3-chi kun qilib qabul intervyu chaqiruv keladi va undan keyin kelish ehtimoli deyarli 0%. Nimaga? Chunki kanalda ham post qilganman bu narsa haqida. Sizlar o'sha Telegram kanal guruhlarda ko'rganinglar maksimum 100 ta, 150 ta qilaylik, 150 ta odam ko'rgansizlar va bu sizlar o'sha tanigan kimdir kursida qilgan yoki qanaqa gruppadan yordam olib topshirganlar, lekin prezident maktabi, litseylarda o'qiydigan yoki oddiy maktabda o'qib turib shaxsan o'zi topshirganlar soni ham ancha ko'p. Men o'zim ham hech qanaqa tanish bilishsiz topshirganman va intervyuga chaqirilgan paytda hech qanaqa guruhlarda bo'lmagan, Telegram guruhlarida bo'lmaganman men. Va grant yutgandan keyin men bitta guruh topganman, undan keyin grantga qo'shilganman, o'sha guruhga qo'shilganman. Ya'ni
sizlar hali ko'rgandinglar, bu Xalmaridan Patir deydimi adashmasam. Shunchaki bir qismi u 100 ta, 200 ta, maksimum 200 ta deganda ham hali tashqarida yana 300 tacha odam bor, hech qanaqa guruhda bo'lmasdan Turkiya bo'stlariga suhbatga chaqirilgan. Ya'ni kelish ehtimoli deyarli 0% hozir O'zbekiston uchun. Tushunarli. Xo'p. Yana kimda savollar bor? Boshqalarda bo'lmasa menda bor edi, mumkin bo'lsa. Aha. Bu yerga 4 ta asosiy savolimni yozib qo'ydim. Birinchi asosiydan boshlayman. Endi bu to'g'rimi yo'qmi bilmadim. O'zingiz tajribangizda yoki sizda shunaqangi ma'lumot bormi? Masalan, sohaga kam topshirgan va kvotasi yuqori berilgan sohaga chaqirilmaganlar, umuman olganda O'zbekistonga kelish to'xtadi va qisqa qilib aytganda apellyatsiya berish mumkinmi? Apellyatsiya balki mumkin deb aniq ma'lumotim yo'q. Birinchi marta duch keldim bu narsaga men. Versiyadan katta ehtimol bilan chaqirish ehtimolingiz kam. Kamlik aniq kriteriya yo'q bu yerda. Siz aytolmaysiz, men shu talablarni bajarganman, shuning uchun menga chaqirishing kerak degan narsa yo'q. Bu talablari minimum talab bu yerda. Va tabiiy bu yerdagi yaxshilar O'zbekistondan 10 mingdan ortiq odam topshirgan bu yil. Norasmiy statistikaga ko'ra, men rasmiy deb bilmayman bu narsani. 10 mingdan ortiq odam degani tabiiy yaxshilari orasidan eng yaxshilar tanlab olinadi bu yerda. O'shaning uchun hop aytaylik, maktab bakalavr bahoyingiz poniy 5 bo'lishi mumkin. Qanaqadir dissertatsiya ilmiy ish qilgan bo'lishingiz mumkin. Hop bu, lekin sizdan 1000 marta yaxshiroq odamlar ham bor tabiiy. Ya'ni buni ham inobatga olish kerak. Tushunarli. Yaxshi tushundim. Keyingi savolim, masalan, ijtimoiy tarmoqda yoki boshqa joylarda ko'rib qolamiz, 3-yil topshirgan yoki 2-yil topshirganda qabul qilinganlar bor. Ya'ni bursni bir marta topshirganidan keyin qayta topshirishda, birinchi topshirishda intervyuga chaqirilmasa, keyingi topshirishlarda bu qora ro'yxatga kiritilmaydimi? Ya'ni chaqirilmaganlar. Unaqa narsa yo'q. YouTube bemalol topshirishingiz mumkin. Faqat nima bo'lmaydi, agar Turkiyadagi universitetda o'qiyotgan bo'lsangiz, qaytadan o'sha darajaga topshira olmaysiz. Misol uchun Turkiyada hozir bitta universitetga magistraturaga kirdingiz va o'sha yerda magistratura o'qib turgan paytingiz topshira olmaysiz qaytadan magistraturaga Turkiya burslariga. Lekin O'zbekistonda qaysidir bitta universitetda o'qib turib va uni siz hech qayerda sistemada ma'lumot kiritmasdan bemalol topshirishingiz mumkin Turkiya burslariga keyingi yil qaytadan va 3-yil, 4-yil ham topshirishingiz mumkin. O'sha yosh limitidan o'tib ketmasangiz bo'ldi. Tushunarli. Bu yerda to'ldirishda aytib o'tmoqchi edim, ya'ni xususiy yoki davlatga bo'lish qiziq emas. Turkiyada hududida o'qib turayotgan bo'lsa bo'ldi, topshira olmaydi, shundaymi? Shunaqa. Bitta holat bor, agar O'zbekistonda bu narsa kam, qozog'istonliklar ko'p keladi bu narsaga, til kursi vizasi bilan keladi. Unaqa holatda yutish ehtimolingiz yuqori. Lekin oddiy bakalavrga kelib turib, universitetda o'qib turib, universitetda hali aytaylik magistraturani boshlamasdan turib til kursi o'qiyotgan paytingizda hujjat topshirsangiz, sizni qabul qilinishingiz ehtimoliniz deyarli 0%. Faqatgina Turkiyada til kursi vizasi orqali til kursi o'qiyotgan bo'lsangizgina hujjat topshirishingiz mumkin va bunaqa vaziyatda yutish ehtimoliniz yuqori. Ya'ni til kursi bu yerda alohida viza alohida bo'ladi. Universitetga til kursiga hujjat topshirasiz, ya'ni o'sha tomer deyiladi turkchada. Tomerga hujjat topshirasiz, bolalarga aytasiz, men til kursi vizasini olmoqchiman, menga viza uchun hujjat qilib bersangiz, ular hujjat qilib beradi va o'sha hujjat bilan O'zbekistondagi Turkiya elchixonasiga, Toshkentdagi, adashmasam Samarqandda ham bor, lekin asosiy Toshkentda deb o'ylayman men. Toshkentdagi elchixonaga borib, o'sha til kursi vizasini topshirasiz. Men uni aniq jarayonni bilmayman lekin. Tushunarli. Bundagi to'lovlar talaba tomonidan so'z o'zi qoplanadi. Xalq borish kelish bo'lsin, borib yoki turish bo'lsin, yashash bo'lsin. Shunaqa hech qanaqa sizga grant yoki qo'shimcha to'lov ajratilmaydi. Tushundim. Keyingi savolim, motivation, ya'ni niyat maktubi haqida gapirdingiz. Ya'ni niyat maktubi ko'pchilik guruhda yoki konsalting tomonidan topshirib berilganlarga bir xil bo'ladi-da, adashmasam.
Ya'ni bu yerda niyat maktubi juda katta rol o'ynaladi deyiladi. O'zingiz tavsiya bera olasizmi qanday yozilish haqida, ya'ni yutgan inson sifatida? O'sha boshda hammaga bir xil qismiga javob berib ketdik. Bu narsa bor. Ba'zi konsaltinglar hammaga bir xil shablon qiladi yoki umuman o'zi yozib o'tirib ChatGPTga kiradi. Mana shu ma'lumotlari bor, mana shu o'quvchi mana shu maktabda o'qigan, mana shu sohaga topshirmoqchi. O'sha motivation letter yozib ber desa, yozib beradi ChatGPT o'zi yoki boshqa AI vositalar orqali va uni maksimum paraphrase qilishi mumkin boshqa qanaqadir AI toolslar orqali maksimum. Ko'pchilik kasada shunaqa. Ko'pchilik, men hammasini deyolmayman. Yaxshi topshirganlar balki bordir. Yoki kimdir kursini olishingiz mumkin. Kurs olgan paytda ikkita vaziyatda o'sha qilib berishi bor o'zi qilib berishi bor va o'rgatishi bor. Men shaxsan o'zim o'rgatish paytida niyat maktubi yoki o'sha niyat maktubini yozish uchun kamida 5 xil yoki 6 xil variant ko'rsataman, 6 xil shablon deydi yoki shablon emas, 6 xil yo'l ko'rsataman qanaqa yozish bo'yicha. Va aytaman har doim, men hozir hammaga o'sha narsani o'tyapman, aytaylik 10 ta odamga o'tyapman va 10 ta odam hammasi birinchi yo'l bo'yicha uni yozish shart emas. Hamma har xil bo'yicha yozish, chunki tabiiy bir xil bo'lsa, ehtimolingiz kam bo'ladi, yutish ehtimolingiz. Hamma har xil yozishi kerak bo'ladi, lekin har xil degan aytaylik bittasi tabiat, bittasi Turkiya, bittasi faqat o'zini yozish haqida emas. U tabiiy Turkiya bo'lsa so'ragan narsalari bor. Nimaga Turkiyada o'qimoqchisiz? Kelajakda nima qilmoqchisiz va nimaga shu sohani tanladingiz? 3 ta savolga javob berish so'raladi, biror tavsiya qilinadi. Lekin 3 ta savolga qanaqa javob berish bor? Hamma har xil javob beradi bunga. Men o'zim har doim qanaqadir shablon yoki yozish usulini tashlab beraman, lekin aytaman, hamma har xil qilsin deb bu narsani. Va o'zi qilib berish bor. O'zi qilib beradigan olimni shaxsan men o'zim o'quvchi bilan alohida ishlayman, o'zini tajribasini kelib chiqib, o'sha o'quvchidagi bor ma'lumotni sug'urib olib, undan keyin o'zim yozib beraman hammaga har xil qilib. Lekin buni tabiiy har kim har xil qiladi. Misol uchun boshqa odam hammaga bir xil yozib berishi mumkin yoki boshqa odam shunchaki bir ikkita ma'lumotni olib, o'sha qismini boshqacha qilib, qolgan qismini bir xil qilib yozib berishi mumkin. Bu hammada har xil. Tushunarli, rahmat. Ya'ni yana shu niyat maktubi bo'yicha savol tug'ilib qoldi. Ya'ni boyagi topshirgan opani tanishdi o'zi, ya'ni nimasini tashlab berdi, hujjatini. O'qib ko'rdim niyat maktubini. Niyat maktubida yozilgan qisqa, adashmasam 2 ta yoki 3 ta abzas edi. Qisqa va lo'nda yozilgan, lekin men bitta listga sig'adigan qilib yozdim. Ya'ni u yerda o'zini qisqacha tanishtirgan, o'qigan joyi, keyin sertifikatlarni keltirgan va meni e'tiborimni tortgan joyi, u yerda saytda oilaviy moliyaviy holat belgilanadi. Bu yerda o'sha moliyaviy holat ham rol o'ynaydimi? Agar o'ynaydigan bo'lsa, masalan, kimdir to'g'ri kiritishi mumkin, kimdir noto'g'ri kiritishi mumkin. Shu holatlarga qanday qaraysiz? Xo'p, moliyaviy holat qismi unchalik ko'p rol o'ynamaydi. Endi tabiiy misol uchun o'tta summa bor, misol uchun 25 ming dollardan ko'p oylik daromad qilinadigan bo'lsa, tabiiy u odam bemalol kontraktga ham o'qiy oladi. O'sha paytda rol o'ynashi mumkin, lekin o'sha 25 ming dollar orti 10 ming dollar, 1000 dollar, 250 500 dollar orasida masalan, u paytda hech qanaqa rol o'ynamaydi deyarli. Va undan oldingi gapingiz nima yoki qancha yozish rol o'ynaydi? Men o'zim ham yozgan narsamni ko'rdim o'tgan yili, qanaqa yozganligimni. Men o'zim ham kam yozgan ekanman, adashmasam 200 ta so'z, taxminan 200 ta chiqadi maksimum. Va bir baroda bo'lmaydi masalan. Bu nima yozishga qaraydi tabiiy. Va aytganimdek, aniq kriteriyasi yo'q. Turkiya bo'lsa, mana shu motivation letter, maqsad xatini zo'r yozsang yutasan degan joyi yo'q. Tushunarli. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, u maktubda ichida endi oilaviy moliyaviy holati noto'g'ri keltirilgan-da, lekin shunday bo'lsa ham qabul qilingan. Endi uni Turkiya bo'lsa ko'ra olmaydi u narsani. U tekshirib o'tiradi qalbida qanday mana shu moliyaviy qanaqa, men hozir kiriy qanaqadir O'zbekistondagi qanaqadir bitta bankdan yoki davlatdan so'rayman, mana shu o'quvchilar oyligi qancha deb qilolmaydi ular. Ya'ni ba'zi qismida ular sizga ishonishga majbur. Tushunarli. Keyingi savolim, bursda topshirishda 2 ta burs bor edi, Turkiyaning o'ziniki va Diyanat burslari. Ikkalasi bir vaqtda chiqadimi?
Yo'q, Janet Bossari bu yil intervyusi nisbatan oldinroq bo'ldi va katta ehtimol javoblari ham nisbatan oldinroq chiqadi. Lekin Janet Bossari bu faqat ilohiyat, ya'ni o'sha islom bilimlari uchun. Ha, ya'ni islom bilimlari yo'nalishiga topshirganlar uchun. Shunaqa. Tushunarli. Bo'ldi, menda o'sha 4 ta asosiy savolim bor edi. Aha, boshqalari savoli bo'lsa savol so'rashinglar mumkin. Bo'lmasa, webinar yakunlaymiz va o'sha shartini ham tashlab qo'yaman keyin, formani ham tashlab qo'yaman, o'shani to'ldirib, o'sha obuna bo'lganlar haqida skrinshot qilib, menga tashlab bersanglar, undan keyin formani to'ldirganidan keyin 18-kuni Xudo xohlasa javoblarni chiqarishga harakat qilaman. Shu motivatsion pishma bo'yicha meni ham savolim bor edi. Bizga ham aytganda, что 2000 tadan oshiq slov bo'lishi kerak, чтобы какой-то nima desam u bo'ladi, anaqa sizlar tillarda. so'z emas, u o'ta harf bor va harf plus bo'shliq ham bor. Ya'ni просто katak tashlab o'tib ketsangiz ham u bitta xarakter hisoblanadi o'sha. 2000 ta xarakterdan kam bo'lmasligi kerak, bu to'g'ri. 2000 ta xarakter adashmasam 100 ta so'z chiqadi taxminan. Da, bizga shunaqa deyishdida. Biz ham 2000 tadan oshiq yozdik, почти 3000 taga yaqin slov yozdik. U xarakter farq qilmaydi. O'sha u shunchaki talabi shunaqa. O'shani oshsa bo'ldi. U undan keyin 10 ming qilasiz, ularga farqi yo'q. Понятно. Xo'p, savollar yo'q bo'lsa, yozib olishni to'xtataman. 1,5 soatlik bo'libdi.